Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek bizda yana yangilik Jack X200 modellarimizda Prom tovar modellari yangi partiyasi kirib keldi. Xo'p, bu modellarimizni yana bir bor ma'lumoti bilan tanishtirib o'taman. Motori, ya'ni yurak qismi 2 lik atmosferani bo'ladi. Ot kuchi 140 tonni tashkil etadi. Yonilg'ini esa benzin yoqadi. Undan tashqari shahar ichida atiga 10 ta rasxod qiladi. Bu modellarimiz hozirgi kunda sotuvda nalichida tayyor turibdi. Salon qismida esa o'z bag'riga 3 kishini oladi, 2 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. O'rtadagi bardan foydalangan holda bemalol dam olib ketaversa ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek tayyor nalichda keldi. Undan tashqari bu yerda hozir mana bortovoy tentovka modellar bo'ladi. Bort hajmi uzunligi esa 370 bo'ladi. 2 tonnagacha bemalol yuk ko'tarib bera oladi. Balon hajmlari oldi balonlari 15, orqa balonlari 13, qo'sh balon bo'ladi. Undan tashqari ham resorli bo'ladi. Mana ko'rsangiz, bu ikki pachka resor qilingan. Ramalari ham ancha mustahkam. Zapaskasi ham xuddi shunga o'xshab 2 xil balon hajmdagi balon bo'ladi. Sotuvda nalichida tayyor. Bu modellarimizga undan tashqari hozirgi kunda ehtiyot qismlari bor. Original, undan tashqari arzon narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Zavodskiy tumankalar bilan jihozlangan. Ichkarida esa konditsioner pechkalari bor. Magnitofon qo'yilgan. Senter zamoylar bilan jihozlangan. Oynasi ham elektropaket bo'ladi. Manzilimiz hali ham o'zgarmagan. Manzilimiz esa Navoiy viloyatida, Karmana tumanida, Yangiyo'lga, shunday Regal Gastisadan qaytishingiz bilan transport boshqarmasining ro'parasidagi Toshkent Motor savdo saloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Bu videoni eng yaqin shunaqangi mashinani qiziqib yurgan o'rtog'ingizga, tanishingizga yuborib qo'ying. Agar yana qanaqangidir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Toshkent Motor sifat qiymatdan ustun.